Umr juda qisqa. Vaqt kelar, o'zgarib qolar degan narsalarga sarflashga arzimaydi. Chunki vaqt kelmaydi, u faqat ketadi. Shundoq ham siz ko'p vaqtingizni isbotlashlarga sarfladingiz. O'zingizni baxtga loyiq ekanligingizni isbotlash uchun juda ham ko'p chidadingiz. Kerakliligingizni his qilish uchun xohlamagan joylarga bordingiz. Uyat bo'ladi bormasam, qilmasam uyat bo'ladi, odamlar nima deydi degan qarorlar bilan yashadingiz. Va mana shu qarorlar sizni hali ham isbotlashlarga majbur qiladi. Aslida bu dunyoda siz hech kimga hech narsani isbotlamang. Shunchaki bor bo'ling. Yoqmagan kiyimingizni kiyishga majbur emassiz. Noqulay oyoq kiyimlarga chidashga, doim kimgadir yaxshi ko'rinishga, yaxshi inson ekanligingizni isbotlashga, nimalargadir chidashga majbur emassiz. Yashash vaqti keldi. Istagan narsalaringizni qilishni boshlang. Mayli kichkina bo'lsin, mayli qisqa bo'lsin, lekin arzimas narsalar ham sizni xursand qiladiganlarga vaqtingizni sarflang. Sizni hayotingiz sifatini o'zgartiradigan qarorlarni bering. Chidashlarni emas, isbotlashni emas, o'zgartiruvchi qarorlarni bering. Va mana shunda siz vaqtingizni zoya ketkazmaysiz. Aslida isbotlash, bahslashish, loyiqligini his qildirish bu xuddiki abadiy tugamaydigan bahsga o'xshaydi. Buni oxiri yo'q. Undan ko'ra bugunni yashashni boshlang. Bugun qaror qiling. Bugun o'zgaring. Bugun maza qilishni boshlang. Men nimani xohlayman? Men nimani xohlayapman? Men nima uchun yashayapman degan qarorlaringizni, savollarini yangitdan bering. Vaqtingizni zoya ketkazmang.